Sizni dayraktingizga keladigan eng ko'p savollarni bermoqchiman. Birinchisi, qin kengayishi faqat tuqqan ayollarda bo'ladimi? Yo'q, albatta, hattoki qizlarda ham kuzatilayotgan holat hisoblanadi. Sababi qin mushaklarining juda ham zaiflashib va bo'shashib qolishi, uzoq sir yetishmasligi, kam harakatlilik, doimiy ravishda qabziyat, og'ir yuklar ko'tarish, og'ir mehnat qilish kabi muammolar yaxshigina sabab bo'la oladi. Sezgirlikning yo'qolishi yoshga bog'liq bo'ladimi? Yo'q, albatta, har qanday yoshda qin mushaklarini ishlatib, tabiiy ravishda orgazm olish mumkin. Qindan havo va yoqimsiz ovozlar chiqishi normal holatmi? Bu normal holat emas. Qin kengligi uchun havo kiradi, kirgan havo tashqariga yoqimsiz ovozlar bilan qaytib chiqadi. Peshob ishlolmaslik faqat yoshi katta ayollarda bo'ladimi? Hozirgi kunda hattoki 25 yoshli ayollarda ham bu holat kuzatilyapti. Yaqinda offlayn darslarimga bitta ayolni oldim. Yoshlari 23 da, ikkita farzandlari bor, lekin peshob usholmayaptilar. Chunki qin mushaklari juda ham bo'sh va zaif. Qin oldi devorlari va siydik qoplari birgalikda tushgan, o'sha peshob tuta olmaslik boshlangan va bu normal holat emas va yoshga bog'liq holat emas. Bunaqa holatlarda nima qilsa bo'ladi? Operatsiyasiz yechim faqat intim gimnastika. Birinchi, ikkinchi darajalarda operatsiyasiz intim gimnastika bilan shug'ullanib, bu holatga yechim topish mumkin. Oxirgi darajalarda esa faqatgina operatsiyaga majbur bo'lib qoladi ayollar. Shu va shunga o'xshash ma'lumotlarni olishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.